Barchaga salom bolalar. Yaqin kelajakda bo'ladigan tahlilni ko'rib chiqamiz. Bugun 14 fevral shanba. Yuqori ehtimol bilan bizda dollar indeksi selga harakatlanadi. Chunki mana bu diapazondan pastga tushib, biz qaytib kirmadik va qaytib chiqdik. Shuning uchun bizning vazifamiz yoki mana bu oxirgi diapazonning mana bu diapazonning shu edimi o'zi? Shu diapazonning tepasidan selga kirishimiz mumkin. Bu juda yaxshi narx bo'ladi yoki pastni buzib tasdiqlansa keyin selga kirsak bo'ladi. Tepada ham agar buzib xuddi masalan tepani buzib qaytib kirmasdan tasdiq olsa, demak bu mana bu keyingi o'ringacha 97-700 gacha borishimiz ehtimoli bor. Lekin yuqori ehtimol bilan bu yerdan pastga ketish kerak. Yoki shu joyni o'zidan pastga ketib, buni buzgandan keyin pastga kiramiz. O'rtaga kirmaymiz. O'rta xavfli va riski juda baland bo'ladi. Stop loss juda baland bo'ladi. Agar bu yerdan kirsak, stop loss bizda qisqa bo'ladi. Xo'p. Haftalikda ham xuddi shu ssenariy, ya'ni ko'rganimizdek flatdan chiqib, zakreplение olib pastga harakatlanyapmiz. Bizning keyingi to'xtash joyimiz bu mana bu belgiga bu yerda narx qo'ymabman. Bu narx 95. 95-235. Mana shu yergacha biz ushlashimiz mumkin. Endi bu nima uchun dollar indeksi? Bunda asosan savdo qilmaymiz. Ko'p brokerlarda yo'q bu instrument. Asosan bu bizda bozorni yaxshiroq tushunishni, to'liq analiz qilishda bu bir filtr, yaxshi bir analiz instrument hisoblanadi. Demak, dollar tushadigan bo'lsa, yevro, dollar, funt, oltin, shunga o'xshash valyutalar ko'tariladi. Masalan, yevro dollar valyutasi juftligi bu ko'tarilish ehtimoli bor. Xuddi shu yevro dollar tushishiga qaraganda biz qolganini ko'tarilishiga analiz qilsak, ko'tarilishini ko'rsak bo'ladi. Va bu yerda ham tasdiqlanyapti. Xo'p, qanday tasdiqlanyapti desak, mana bu yerda bizda oxirgi diapazon buzib o'tib, qaytib ichkariga kirmadi va qaytib chiqdi ko'rganimizdek. Xo'p. Mana haftalikda ham juda chiroyli diapazon va biz tashqariga ketyapmiz, zakreplение oldik, tasdiq oldik va bizning keyingi to'xtash joyimiz $1.20. 1.20. Keyingisi funt. Funtda ham xuddi shu tahlil, ya'ni biz mana bu o'rin
buni diapazon deb olsak ham bo'ladi. Mana bu diapazonni buzib o'tib biz tepaga harakatlanyapmiz. Ya'ni 1.38 ga 1.807. Bu qancha taxminan agar shu narxdan kirsa agar 200 punkt oldinda. Lekin bu hali hammasi emas. Bu yaqin keladigan narximiz, yuqori ehtimolisi mana shu. Keyin bu ham 100% emas, lekin yuqori ehtimolli. Shuning uchun barcha pullarni asosan yangi treyderlar, yangi kirib kelayotganlar yangi pullarni hammasini ya'ni xavfga qo'ymaymiz. Shuning uchun bu yerda eng zo'r tahlil bu 90% lik bo'ladi. Balkim 90 nechidir foiz bo'lishi mumkin, lekin 100% lik bo'lmaydi. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Bu eng asosiy kerak bo'ladigan narsa. Bilim. Dальше. Keling Bitcoin'ni ko'rsak. Bitcoin 75 dan pastda yopildi va biz yuqori ehtimol bilan keyingi nuqtamiz $49,000 boryapmiz. Buni ko'ramiz albatta. Endi kirish joyiga keladigan bo'lsak, mana bu atrofdan selga kirsak yaxshi joy. Agar bizda bu yerda signal bo'lsa, mana shu diapazonda. Funt dollarda ham xuddi shunaqa. Buni ko'ramiz. Bu yerda qanaqa kirishimiz mumkin? Xo'p. Funt dollarda mana ko'rsatganimday mana bu svecha pastda kelib zakrepleni olsa, shundagina kirmasa agar, kirib yopilmasa, kirmasdan mana bu yerda qizil svecha yopilsa, shundangina biz ya'ni sotib olishga pozitsiya qidirishimiz mumkin. Buning aytganimizday bu masalan bu yerdan kirganimizda bu yerdan kiradigan bo'lsa agar 238 punkt yaqin emas nimagacha? To'xtash punktigacha. Xo'p, buni oltinni ko'ramiz. Oltin ham o'zi trendda, chiroyli trendda ko'tarilib ketyapti anchadan beri o'zi. Xo'p, oltin yana o'sishda davom etmoqda. Yaqin kelajakdagi narx bu 5450 va 5593. Mana shu maksimumda, qisqa qilib aytganda, mana shu maksimum yaqin bu birinchi take profit, bu ikkinchi take profit. Bu ham anchagina. Bu qancha? 59,000 pips. 5900 punkt. Shunaqa. Hozircha endi kiradigan joyimiz mana shu xuddi belgilaganimday, agar pastga kelib yopsa, kirmasa, shu yerda signal qidiramiz kichkina time frame'da. Bu masalan qanaqa signal bo'ladi? Osonroq signalni aytsam agar sizlarga. Masalan, narx tushib keladi-yu, bitta ko'tariladi, qaytib chiqib, tushib yana ko'tariladi. Именно biz mana bu maksimumni buzishida kirishimiz kerak. Mana bu holatda. Buni yaqinroq qilib ko'rsatay. Bu kichkina time frame'da bo'ladi albatta.
narx keladi, bitta ko'tariladi, keyin yana bitta ko'tarilib, mana bu minimumni yangilamasligi kerak. Ya'ni minimumni buzmasligi kerak. Va tepaga ketish ehtimoli juda yuqori. Mana shu minimumni, maksimumni buzsa, siz bayga kirishingiz mumkin. Masalan, bunga misol keltiradigan bo'lsak, mana bu bitta maksimum, mana bu ikkinchi maksimum. Pastki minimumni, ikkinchi minimum bu. 1, 2, mana bu uchinchi to'lqin. Pastki minimumni buzmadi. Shuning uchun narx tepaga ketmoqda. Shunaqa. Bu oson, oddiy bir nima. Kirish modeli. Yana men asosan diapazonlar bilan ishlayman. Snayperga o'xshash. Mana bu diapazon buzib o'tdi va bayga ketyapti. Mana bu yerda yana bitta diapazon bor. Mana bu yerda yana bitta diapazon bor, kattaroq diapazon. Bu menga qulay, tushunarliroq. U ham tushunarli menga, lekin bunda qanday desam bo'ladi? To'g'ri, buni nozik tomonlari ko'p. Tushunish har xil nimalari bor, nozik tomonlari bor, lekin unda u ancha osonroq. Sizlarga mana shu model foydali bo'ladi degan umiddaman. Bu двойное dno deyiladi ruschada. Ikkita chuqurlik. Shunaqa model. Xo'p, yana nimani sizlarga analiz qilsam bo'ladi? Masalan, bu yerda mana bunaqa men ishlayman. Mana bu ko'rganimizdek, mana bu yerda asosan nimalar bor, diapazonlar. Kelinglar, yenani ham ko'ramiz. Xo'p, buni bitta tozalaylik biz. Ancha analizlar ko'payib ketibdi. Xo'p. Bu yerda diapazon bor. Va biz diapazon pastda yopildik va qaytib kelib ichkariga kirmadik va biz selda davom etmoqdamiz. Bu xuddi dollar indeksida. Chunki dollar oldinda turibdi bunda ham. Dollar oldinda turgan valyuta juftliklari hammasi dollar indeksi bilan bir tomonga harakatlanadi. Orqada bo'lgan hollarda dollar indeksiga qarama-qarshi harakatlanadi. Buni tushunish hamma tushunsa kerak deb o'ylayman. Oddiy narsa. Xo'p, endi bizning vazifamiz tushuvchi trend bo'lsa, bu yerda kirish, mana bu imенно shu yerga kirish sal xavfliroq. Qayerga kirsak bo'ladi biz? Mana bu minimumni buzib, pastida zakreplение olsa, biz pastga selga kirishimiz kerak. Yoki bizda hozircha mana bu yerdan, mana bu уровеньdan agar pastga yopilmay tepaga yopilsa, buni ложный пробой qilsa bayga ketishi mumkin, lekin u uncha ehtimoli kamroq, chiroyli bo'lmaydi. Risk xavfi balandroq. Shuning uchun qaytib kelganda selga harakat qilishimiz kerak. Chunki bu yerda o'sha razvorot hosil bo'ldi, burilish. Trendga agar biz bayga kirsak, trendga qarshi kirib qo'yishimiz mumkin. Balkim shu yerdan narx balkim yana tepaga ketishi mumkin. Bu ham mumkin, lekin ayni damda bizda hozir tushuvchi trend razvorot hosil bo'lgan kunlikda va mana bu ikkinchi yana bitta filtr, mana bu maksimumdan qaytyapti. Bu ham bir filtr. Buni ham inobatga olsak bo'ladi. Maksimum bu 159 narxdan pastga tushyapti.
Keyingi bizning to'xtash nuqtamiz bu mana bu minimum bo'lishi kerak. Xo'p. Yo'q, bunda bu sal boshqacha ekan. Da. Yuqori ehtimol bilan biz pastga tushamiz. Balkim mana bu minimumga kelishimiz mumkin. 95-800 ga. Va bu yerdan bayga ketishimiz mumkin. Chunki bu kattaroq diapazon, bundan qarasak, kattaroq diapazonni pastidan biz ichkariga yopildik va biz bu yerga kelmasligimiz ham mumkin. Bu mana shu ya'ni granitsadan, diapazonni pastki qismidan tepaga harakat qilishimiz mumkin. Bu yerda boyagi aytganimday yana ham shunga o'xshab turibdi. Qandaydir selga hozircha selga signal yo'q. Bu mana shu уровеньdan mana bu yerdan bayga ketish kerak. Agar pastda buzilib zakreplение, ya'ni tasdiqlanmasa, agar pastda o'tib tasdiqlansa, selga ketamiz. Lekin yuqori ehtimol bilan bu selga ketmaymiz bu. Nimada yanada biz bayga ketamiz. Tasdiqlansa bayga ketamiz va bizning keyingi to'xtash manzilimiz birinchi take profit mana bu deylik, yaqinroq qo'yaylik. Ikkinchisi buni maksimumi mana bu. Mana bu diapazonning maksimumi. Bo'ldi, ko'ramiz. Hozircha shu. Sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Izohlardagi o'z fikringizni qoldiring. Qandaydir takliflar bo'lsa yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa javob berishga, yordam berishga harakat qilaman. Bizda men faqat oddiy tradingda oddiy yondashuvda qiyinlashtirish, u qancha qiyinlashtirsak daromad olish ham shuncha qiyin bo'lib ketadi. Uzoq muddatda. Qisqa daromad olish mumkin, ba'zilar ko'rsatyapti. Lekin u o'yinda, u stavka, unda barqarorlik bo'lmaydi. Va ular ko'pincha plyuslarni ko'rsatadi va u balkim u daromad qiladiganlar ham bor, tan olish kerak. Balkim haqiqatan bordir, chunki ko'ryapmiz. Balkim u haqiqatdir. Lekin u narsa hammaga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun unaqa odamlar kam. Mana bu uzoq muddatli, ya'ni oddiy tradingga ham oddiy qarash, bunga sabr, toqat kerak, kutish kerak. Bu ham hammaga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun kimgadir to'g'ri kelsa, marhamat, foydali bo'ladi degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.